Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, mahallaning qadrdonlari. Omonmisiz, kayfiyatingiz yaxshimi? Bugun biz siz bilan yana aynan mana shu kunning nafasini birga his qilamiz. Demak, kun nafasi jonli efirda o'z ishini boshlaydi. Xuddi shunday. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilib turgan qadri baland qadrdonlarimiz, yana bir go'zal, munavvar tong hammamizga muborak bo'lsin. O'zi har bir kunimiz bir oppoq qog'ozga o'xshar ekan. O'sha qog'ozga chiroyli tabassumingizni va niyatlaringizni yozib qo'ying. Kun davomida mana shu tabassumingiz bilan go'zal niyatlaringizga yetishib yuring deb tilab qolamiz. Albatta, demak, bugun aziz do'stlar, sizga ilinganlarimiz bisyor umid qilamizki, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, manfaatli suhbatlar, chiroyli qo'shiqlar, qolaversa jonli reportajlar kutyapti sizni. Zero ozod va obod, go'zal, ko'rkam yurtimiz bo'ylab ana shunday yaxshi kayfiyat hukmronlik qilyapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Chunki bahor yaqin, bahorda Jannat makon O'zbekiston yanada o'zgacha tusga kiradi. Xuddi shunday va o'sha efirga kelayotgan jarayonimizda chiroyli gullarni ochilganini, daraxtdagi gullarni ochilganini ko'rib juda ham o'zimiz ham quvonib ketdik. Bizga bahor yaqinligini eslatadi mana shunday hodisalar. Go'zal yurtimizda mana shunday go'zalliklar bo'laversin va hech ham tugamasin deymiz. Albatta, chindan ham biz ana shunday bir go'zal, betakror yurt farzandlarimizda har bir faslning o'ziga xos o'rni, o'ziga xos tarovati, go'zalligi bor deya bemalol aytishimiz mumkin. Xususan bahorda qarang, hududlarimiz qanday chiroyli bo'ladi, go'zal daraxtlar gullaydi, tog'li hududlarimiz yashillikka burkanadi. Va albatta aynan mana shu bahor bilan bog'liq muhim bir festivallar, katta tadbirlar tashkil etiladi. Xullas, har tomonlama rivoj topib borayotgan yurtimizga bahor kirib kelayotgan bahor muborak bo'lsin deymiz. Albatta, vatan tuyg'usi bu menimcha tuyg'ular ichra eng ulug'i va eng go'zali bo'lsa kerak chindan ham. Aziz do'stlar, demak, hozir yaxshi kayfiyat, erta tongdan chiroyli bir qo'shiqlar bilan, chiroyli kuylar bilan menimcha yana ham ta'minlanadi va shu nuqtai nazardan studiyamizga biz qardosh Tojikiston davlatidan mehmonlarni taklif etganmiz, san'atkorlarni va ularning ijodidan birgalikda bahramand bo'lamiz, suhbatlashamiz. Ayni daqiqalarda sahnamiz markazida Elmurod va Dilmurod Qosimovlar kuylashadi. Marhamat. Marhamat. Onangizdan duolar oling, oltinga teng shirin so'zlar, birga paytay quloq soling, onangizni asrang do'stlar, sog'intirmang kelmay yurib, og'rintirmang goh yuz burib, hamma ishni bir chetga surib, onangizni asrang do'stlar, do'stlar. Kutsa mehr kutar bizdan, axir qaytar o'g'il qizdan, o'tinchim shu faqat sizdan, onangizni asrang do'stlar, do'stlar. Düşmang ma'lum dunyoga ham, balki yoqmas xudoga ham, topolmaysiz tilloga ham, onangizni asrang do'stlar. Didor
shirin bir ne'mat-ku. Har bir vaqt ham g'animat-ku. Javlon aytar haqiqat bu. Onangizni asrang do'stlar. Avaylang bir donangizni, fayzi ham shu onangizni. Onangizni, onangizni, onangizni asrang do'stlar. Onangizni asrang do'stlar. Elmurod va Dilmurod Qosimovlar, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum yana bir Assalomu marta. alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Marhamat. Joylashib olishinglar mumkin. Rahmat aka. Hozir sizlar qo'shiq kuylayapsizlar-ku, biz Xurshidxon bilan ular aka-uka deyapmiz-da. Albatta. Aka-uka, lekin biroz boshqacharoq aka-ukalar ekan. Deyapmiz-da. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Endi bu ijod, bu aka-uka qachondan boshlab kuylagansizlar? Kimdan chiqqan bu fikr? Shular haqida batafsil bizga, tomoshabinlarga aytib bering endi. Bizni avlodimiz shoir o'tgan. Shoir Mahmud Jo'shqin, dadalarimiz, ustozimiz, o'zimiz dadamiz Dadajon Qosimov. Bizni ustozimiz, shu dadamlarni orqalaridan biz san'atga kirib kelganmiz. Ota kasb. Ota kasb. Keyin siz ularga qiziqishni boshlagansiz, albatta. Birinchi aka boshlaydilar, baribir. Akam boshlagan. Albatta. Otam duoni berganlar, endi ko'proq akam yondashib chiqqanda. Lekin haligi jo'r ovozlikda ovoz bir-biriga to'g'ri kelishi kerak-ku. Sizlarda juda bir-biriga mos tushgan ekan. Albatta. Ko'z tegmasin. Qonda bor-da. Qonda bor, ha, ko'z tegmasin. Va hozir kuylagan ona haqidagi qo'shig'ingiz ham juda ham ajoyib va har bir ona o'zining onasini eslaydi-da mana shu qo'shiqni aytgan vaqtda. Shu qo'shiq haqida so'ramoqchi edim. Muallifi kim? She'rini kimdan oldingiz? Muallifi shu internet tarmog'idan olganmiz, shu Javlonbek akamiz shularni she'rlari, shu Angrenda Bahrom Jumanov studiyasida shu aranjировкаларni shu Musiqa Angrenda. Musiqa qayerda? Bahrom aka. O'sha Ustozimiz. o'zinglar ham aytmoqchimanki, kompozitorlik qilib turasizlarmi? O'zinglar ham bastalab turasizlar. Albatta, qo'ldan kelgancha albatta. Chunki baribir ustozoda san'atkorlar Albatta. o'zi bastalaydi ko'p narsani Albatta. deyishadi. Ustozlar bilan birgalikda, otamlar bilan birgalikda. Menga qiziqdi, mana aka-ukalar orasidagi ijod, haligi tortishuvlar ham bo'lib turadimi? Lekin bizda yo'q. Yo, Umuman. yo. Siz aytganingiz aytgan ekan. Albatta, albatta. Ikkalamizni ham fikrimizga quloq solamiz. Haligi kuplet talashib qolishlar Yo'q. bo'lmaydi. Yo. Endi ko'pchilik san'atkorlarda masalan bir yilda yoki bir oyda mana shuncha qo'shiq chiqaraman degan reja asosida ishlashadi. Shunday rejani oldiga qo'yishadi. Sizdachi? Qanday masalan har bitta yangi qo'shig'ingiz har qanchada chiqadimi yoki bu sizning o'sha ilhomingizga, yaxshi she'rga qarab chiqadimi? Albatta, birinchi ochiratda she'rga ahamiyat berish kerak. She'r yaxshi bo'lsa, qo'shiq ham yaxshi bo'ladi. Buncha misol bir yilga ikkita yaxshi qo'shiq chiqarsak, menimcha yaxshi deb o'ylayman. Bir yilda ikkita. Bir yilda yaxshi qo'shiq. Kecha mana shu efirga tayyorgarlik ko'rish jarayonida repertuaringiz ozgina o'rgandikda muharririmiz bilan. Aksariyat qo'shiqlar lekin ko'proq sho'x-a? Ko'proq sho'x qo'shiqlarga. Estrada. Bu sizlarning kayfiyatingizdan kelib chiqibmi yoki-da? Endi hozir yosh-ku biz, faqat sho'xroq qo'shiq aytayapmiz bizda. Hali ulguramiz. Hali yosh o'tib boraversak-ki. Oranglarda kim ko'proq haligi shu sho'xroq, shijoatliroq? Siz bo'lsangiz kerak. Shu poydan bir bilim turibdimi? kezib turganlarga qaraganda siz bo'lsangiz kerak. Juda ham ajoyib. Azizlar, Elmurod va Dilmurod Qosimovlar, ustozoda san'atkorlar bugun studiyamizda mehmon. Albatta ularning hali sho'x-sho'x qo'shiqlarini ham birgalikda tinglaymiz.
senga jonim yiroqdan yurak yig'lar hijron degan qiynoqdan gul keltirdim senga jonim yiroqdan yurak yig'lar hijron degan qiynoqdan layli shirin Züleyhayu Zuhrasan madad bergil meni ham chiqamay suravdan layli shirin Züleyhayu Zuhrasan madad bergil meni ham chiqamay suravdan izlaringa mayli boshim qo'yaman och yuzingni jonim bir bor to'yaman sog'inganim kutganlarim o'zingda meni erkalab faqat seni suyaman sog'inganim kutganlarim o'zingda meni erkalab faqat seni suyaman o'tib borar yillar oylar kunlar ham hatto yig'lab o'tib borar kunlar ham kel jonginam g'animattur bu damlar na so'zlashur na zabonsiz kunlar ham kel jonginam g'animattur bu damlar na so'zlashur na zabonsiz kunlar ham hamma yerda qiyomatdan so'zlashar bir-biriga yolg'ondan o'zlashar boyliging men boyligim sen dunyoda o'zga yordan kimlar boylik izlashar boyliging men boyligim sen dunyoda o'zga yordan kimlar boylik izlashar o'zga yordan kimlar boylik izlashar o'zga yordan kimlar boylik izlashar Elmurod Qosimov aziz do'stlar, juda ham chiroyli va biz qarab bilib turibmizki, baribir shu otasi ustoz bo'lgan san'atkorlar ayniqsa she'rga biroz injiqroq va biroz e'tiborliroq bo'lar ekanda. Albatta. Chunki har bir mana ikkita qo'shiq eshitgan bo'lsak, ikkisi ham purma'no, chiroyli. Albatta. Menimcha buni nazorat qiladiganlar ham shu oilada badiiy kengash Albatta. Bu qo'shiq shoir Mahmud Jo'shqin she'rlari bilan dadamlarning qo'shiqlari. Bu qo'shiqqa 35 yil bo'ldi. Mana shu Toshkentda radioda yozilgan qo'shiqlar. Biz buni yangi versiya aranjirovka qilib 2014da biz shu qo'shiqni yaratganmiz. Boshqa aranjirovka qilib. Zamonaviy sarkarlashtiradi. lekin baribir o'sha milliyligini saqlab qolgan, o'sha Albatta, kuylarida albatta. ham aytilish jarayonida ham Albatta. hattoki o'sha sahnada turishingiz ham baribir ham shu otajoningizga o'xshab ketdi. Baribir ijodkor hozirgi kunda shou biznes bilan ijodni bitada olib ketish qiyin deyshadi. Lekin sizda bu jarayon qanday ketadi? Endi hammasini qiyinchiligi bor. Endi harakat qilamiz. Faqat shu shou biznesga ham, shu san'atga ham orqada qolmaslik uchun harakat qilib turibmiz qo'ldan kelgancha. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faolsiz. Albatta, albatta. Ajoyib. Ana endi biz Dilmurod aka sizni sahnaga taklif qilsak-da, bir chiroyli qo'shiq eshitsak, qaysi qo'shiqni tinglaymiz? Shu ustozimiz Ilhom Jo'rayev reportajlaridan bitta qo'shiq tayyorlaganman. Ilhom Jo'rayev Ilhom reportaji. Jo'rayev. Tabiiyki ustozning o'zidan ruxsat so'rab, marhamat biz sizni sahnaga taklif qilamiz.
Qadrli do'stlar, Dilmurod Qosimov kuylaydi, marhamat. Avvalambor sevmagil edi, o'zingni ham meni ham qiynab. Avvalambor sevmagil edi, o'zingni ham meni ham qiynab. Boqmaydi o'tlarga yoqib, qo'ymaydi lablarim galanab. Boqmaydi o'tlarga yoqib, qo'ymaydi lablarim galanab. Boshqa muhabbat va boshqa arzlab qolibsan. Endi bilsam boshqa muhabbat va boshqa arzlab qolibsan. Yana qancha sodda dillarni yuragiga otash solibsan. Yana qancha sodda dillarni yuragiga otash solibsan. Muhabbat o'rnida oddiy bir his, oddiy bir havas. Bu sendagi muhabbat o'rnida oddiy bir his, oddiy bir havas. Avvalambor sevmagil edi, o'zingni ham meni ham qiynab. Avvalambor sevmagil edi, o'zingni ham meni ham qiynab. Boqmaydi o'tlarga yoqib, qo'ymaydi lablarim galanab. Boqmaydi o'tlarga yoqib, qo'ymaydi lablarim galanab. Qo'ymaydi lablarim galanab. Qo'ymaydi lablarim galanab. Albatta, ustozlar repertuaridan o'rin egallagan qo'shiqlar baribir boshqacha, baribir boshqacha chiroyli bo'ladi, go'zal bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Bugun Xo'jandda adashmasam, Albatta, Xo'jandda yashab faoliyat yuritasiz. Albatta. Va asosan shu xalq xizmatida, to'ylarda, O'zbekiston taraflariga ham xizmatlarga o'tib turasizlar. Albatta, muxlislarimiz bor. Bor. Kimlar bilan duet kuylangan o'zbekistonlik san'atkorlar bilan bo'lganmi shunaqasi hamkorlikdagi ijod? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Lekin kastinglarga qatnashganmiz. Aha. 2019 ustozimiz Botir Qodirov kastingida o'tganmiz. Birgalikda shu haligi 40 shogird bilan chiqqan-ku sahnaga. Shunda men ham ishtirok etganman. Siz ham ishtirok kastingda o'tgandik. Shunda diydor uchun qo'shiqlarni shu jonli aytib bergansiz. To'ynikkiz xalqqa shu. Manzur bo'lgan va endi baribir mana hozirgi ijodkorlarni, hozir kuylayotgan xonandalarni qay birini ko'proq eshitasiz va qay biri mana shu so'z sehridan, so'z san'atidan yaxshi foydalana olyapti deb qaraysiz va ba'zi bir jihatlarni balki o'zingizga olayotgandirsiz. Bormi shundaylar? Albatta,
ko'proq ustozlarni qo'shiqlaridan Axir Osmonov, Shuhrat Davlatov, Abdurauf Olimov ustozimiz joylari jannatdan bo'lsin, Ozodbek Nazarbekov. Ko'p ustozlarimizki, mana misol yangi chiqqan estrada yulduzlaridan, qo'shiqlaridan hammalari qo'shiqlari yaxshi. Zo'r qo'shiqlari zo'r. O'rgansa bo'ladigan jihatlari bor. Albatta, hammalaridan kam shu olamiz bizdan. Endi mana Elmurod aka, Dilmurod aka, sizlar ota kasbni davom ettiryapsizlar-da. Sizlardan keyingi avlod ham san'atga qiziqyaptimi? Qanday oiladagi holat? Albatta. Hasan Husan, Aha. Imronjon, Biloljon, Abu Bakr. Xudo xohlasa, beshalasi ham san'atga qiziqishi bor. Bu beshalasi siz o'g'illarimiz. Dilmurod akani ham o'g'illarini aytdingiz-a, ular onasidan Muhammadjon. Hammasi qiziqadi san'atga. Shu Qaysi biri shu paytgacha qo'shiq aytib ko'rdi? Hasan Husan, Hasan Husan. Dilmurod o'g'illar. Shu kattalarimiz aytib turishibdi hozir maktabga borishadi, tadbirlarda qo'shiqlar aytishadi. Demak, o'sha san'atga bo'lgan qiziqish sulolada, Qosimovlar sulolasida davom etyapti. Albatta bor. Bu yaxshi. Shukran. Endi boya yaxshi bir mavzuni ko'tardi hamkasbim. Bugun mana shu trendda bo'lgan qaysi san'atkorlarni kuzatasiz, kimlardan o'rnak olasiz deb, kimlar bilan duet aytishni istagan bo'lardinglar? Xudo xohlasa niyat qilganmiz endi mana shu ustozlar Ozodbek Nazarbekov ustozimiz bilan Ko'z tegmasin. Endi Dilmurod aka boya bir narsani o'zingiz maqtanib qo'ydingiz, buni reklama payti ham kelishib olmadik. Jonli ijroda bir 42 ta odamga qo'shiq aytib berganman degansiz. Endi hozir ekran qarshisida qancha odam o'tiribdi bilmadim, bu studiyada bir 15 ta odamimiz taxminan. Shu jonli ijro so'rasak bo'ladimi? Xo'p. O'zingiz istagan, o'zingiz yoqtirgan qo'shig'ingizdan. Shu ustozimizning qo'shig'ini Botir Qodirov qo'shiqlaridan marhamat. Rejissorimiz xursand bo'ladi ayniqsa. Dunyo go'zal sen bor uchun, borsan baxtu ozor uchun ey. Men yashayman sog'inchlarda, bir lahzalik didor uchun ey. Chinorning ostida o'zim, qadrning pastida o'zim, boshigik sarg'aydi yuzim, bir lahzalik didor uchun ey. O'zim har joydaman, ko'nglim senda durar, bir lahzalik didor uchun ey. O'zim har joydaman, ko'nglim senda durar, bir lahzalik didor uchun ey. Ey, bir lahzalik didor uchun ey. Qo'ya. Juda ham chiroyli ovozingiz bor ekan, ko'z tegmasin. Va ana endi Elmurod aka, biz sizni yana sahnaga taklif qilsak, bir chiroyli qo'shiq eshitsak, keyin yana suhbatga qaytamiz. Elmurod Qosimovni sahnaga taklif qilamiz. Mendan bahonalar izlab, kulib qo'ymang labim galab, sevolmayman endi sizcha, ah xo'jalik go'zal qizcha. Kulib qo'ymang labim galab, sevolmayman endi sizcha, ah xo'jalik go'zal qizcha. Ketsam oppoq qushdek uchib, o'z tushimdan o'zim cho'chib, ketsam oppoq qushdek uchib, yor yig'lamang surat quchib, sevolmayman endi sizcha, ah xo'jalik go'zal qizcha. Yor yig'lamang surat quchib,
sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha ko'changizda qator terak so'rang axir bo'lsa yurak ko'changizda qator terak so'rang axir bo'lsa yurak kuygan dilim kimga kerak sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha kuygan dilim kimga kerak sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha sizlab mendan bahonalar izlab kulib qo'ymang labimga lab sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha kulib qo'ymang labimga lab sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha sevolmayman endi sizcha ah xo'jalik go'zal qizcha Murod Qosimov, aziz do'stlar, o'zi ism familiya ham jarangdor ekanda. Haligi eslab qolish oson bo'lgan ism familiya bilan san'atga kirgan deydi-yu. Ba'zi san'atkorlar shu nuqtai nazardan ham o'z ismlarini taxallusga o'zgartirib olishadi. Bir eshitganda esida qolsin odamlarni deb. Dadamlar shu ustozlarimizga havas qilib shu nomni qo'yganlar. Shu Dilmurod Islomov doirasida bu ana shu ustozlarimizga havas qilib dadamlar qo'ygan shu nomni. Demak, ijoddagi yo'lni sizlar ham soz chalishdan boshlagansizlar. Unday emasmi? Men doira chalib chiqqanman-da, mana shu akamning yonida doira chalib chiqib. Endi baribir ijodkorni o'sha repertuariga nazar solsak, ko'pchilik ijodkorlar bilan suhbat qilganimizda aytishadiki, meni bir kunda tayyor bo'lgan qo'shig'im bo'lgan, lekin kuylaganimda o'ylamaganman bu darajada o'sha muxlislar qalbiga kirib boradi deb. Sizda ham bormi mana shunday qo'shiqlar? O'ylamagansiz mana shunday yaxshi qabul qilinadi, lekin haqiqatan ham o'sha ommani yuragiga yetib borgan qo'shiq bo'lgan, lekin tez tayyor bo'lgan. Albatta, ba'zi bir qo'shiqlar tez tayyor bo'ladi. Ba'zi bir qo'shiqlar juda qiyin tayyor bo'ladi. Bu nimaga bog'liq deb o'ylaysiz? Bu endi har bir narsani vaqt soati bor deyman-da. Vaqt soati bitmasa qo'shiq chiqmaydi. Birinchi qo'shiq kimga eshittiriladi uyda? Birinchi qo'shiq otamlarga eshittiramiz. Shu agar otamlarga yoqsa, keyin muxlislarga taqdim etamiz. Demak, otangizga yoqmasdan chiqmagan qo'shiqlar ham bor. Bu bo'lishi ham mumkin. Mana shu joyi bo'lmayapti, shu joylarni o'zgartiringlar. Shu joyini shuni ommaga olib chiqmasalar yaxshi bo'ladi degan joylari bo'ladi. Shu xonada chiqarmagan qo'shiqlarimiz ham bor. Ajoyib. Aziz do'stlar, biz jonli efirdamiz. Siz kun nafasini tomosha qilyapsiz va studiyamizga Tojikistondan ajoyib iste'dod egalari, aka-uka san'atkorlar, Qosimovlar sulolasi vakillari Elmurod va Dilmurod akalarini taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Va biz sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Umid qilamizki, yana va yana studiyamizga yangi qo'shiqlar bilan kelasiz, muxlislarni xushnud etasiz, chunki ko'rsatuvimizni nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondan kuzatishadi. Shunday ekan, ishonchim komil, hozir ham bizni Tojikistonning turli hududlaridan, xususan Xo'janddan ham tomosha qilib o'tirishibdi. Ijodiy parvozlar tilaymiz, kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Tilaklar bo'lsa, agar yaqinlarga, muxlislarga? Albatta tilaklar bor. Mana shu birinchi tilagimiz dadamlarga, onajonimizga, oilamizga. Qolgan tilaklarimiz mana shu muxlislarimizga, O'zbekiston, Tojikistondagi muxlislarimizga sog'-omonlik tilaymiz. Hamisha xonadonlarida faqat to'y bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilaylik. Rahmat.
Sizda-chi Dilmurod aka? Albatta barchaga bahoriy kayfiyat, mana bahorimizdan yaqinlashib kelmoqda. Barchaga bahoriy kayfiyat tilab qolamiz. Nima deymiz? Barcha yurtdoshlarimiz sog' bo'lsin. Mana shu O'zbekiston, Tojikiston do'stligimiz abadiy bo'lsin. Orda keldimiz. Ilohim. Va bizni doim qo'llab-quvvatlab turadigan bir bloger akamiz bor. Ularga rahmatimiz bor. Ruxsat bersangiz shu rahmatni ham aytamiz oxirida degandingiz, bajonadir. Albatta do'stimiz Shuhratjon hamisha yonimizda. Mana o'tiribdilar. Ijodlariga omad tilaymiz. Bugun ham birga kelganlar. Birga kelganmiz. Ajoyib. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sizlarga ham ijodiy parvozlar, omon bo'ling va endi quruq qo'l bilan ketish yo'q. Yana Dilmurod aka, yor degan qo'shig'ingiz bor. Ana shu qo'shiq bilan bugungi suhbatni yakunlasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Qadrli do'stlar, studiyamizda Elmurod va Dilmurod Qosimovlar mehmon bo'lishdi va biz ularga minnatdorlik izhor etamiz. Dasturimizni esa Dilmurod Qosimovning yor qo'shig'i davom ettiradi. Marhamat. Ko'z tegmasin bo'yingizga, yetolmadim shirin hayol bo'yingizga. Ko'zmonchog'im ko'z tegmasin bo'yingizga, yetolmadim shirin hayol bo'yingizga. Meni qimsab yot qo'ynida yig'lamang zor, yor aytib boray o'zim to'yingizga. Meni qimsab yot qo'ynida yig'lamang zora, yor aytib boray o'zim to'yingizga. Yor aytib boray o'zim to'yingizga. Yoshingiz ezar dilim, o'ylamang ko'p. Chimildiqdan bo'ralamang, bo'ylamang ko'p. Ko'z yoshingiz ezar dilim, o'ylamang ko'p. Chimildiqdan bo'ralamang, bo'ylamang ko'p. Qo'ying endi armonlarim, so'ylamang ko'p. Yor aytib boray o'zim to'yingizga. Qo'ying endi armonlarim, so'ylamang ko'p. Yor aytib boray o'zim to'yingizga. Yor aytib boray o'zim to'yingizga. Armon bu ko'ksimni yurib ketsin, mayli shim yangalar kulib ketsin. Mayli armon bu ko'ksimni yurib ketsin, mayli o'sha shim yangalar kulib ketsin. Yig'lamang siz armonlarim o'lib ketsin, yor aytib boray o'zim to'yingizga. Yig'lamang siz armonlarim o'lib ketsin, yor aytib boray o'zim to'yingizga. Yor aytib boray o'zim to'yingizga. Qo'yil.
juda ham go'zal. Yana bir karra xush kelibsiz deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. kelibsiz. Omon bo'linglar. Kelib turinglar shunada. Rahmat. Sog' bo'linglar. kelibsiz. Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Albatta, eslatib o'tamiz, bugun 24-fevral, seshanba va bahor kelishiga sanoqli kunlar qoldi.